Assalomu alaykum, hurmatli QA sohasini o'rganayotgan bo'lajak testerlar. Bugun birinchi va 10-chi darsgacha bo'lgan testingga oid darslarimizni umumiy takrorlash darsi bo'ladi. Nega deganda, mana shu 10 ta darsni ko'rib tushunmagan savollar paydo bo'lsa, o'shanda ushbu dars orqali javob olishimiz mumkin bo'ladi. Bu dars odatdagidan uzun bo'lishi tabiiy. Xo'p, shuni inobatga olgan holda, sizlarga sabr, bizga xushuvvat so'ragan holda boshlaymiz. Demak, biz ushbu 10 ta darsda o'tgan mavzularimiz QA nima va tester kimligini testlash haqida, bug o'zi nima, testingni turlarini, testlash jarayoni, STLS nima u, STLS nima, bugni sabablari, nima uchun bug chiqadi, tester haqida qisqacha, rollar, vazifalar haqida, whole team approach yoki TDD, ya'ni bu test dizaynlar, ATTD, BDD kabi o'tdik. Shift left va shift right testing haqida ham o'tdik. Bundan tashqari 8-darsda 7 ta prinsiplar haqida, ya'ni testlashda prinsip bor. Shular haqida DevOps skim haqida o'tdik. Testning darajalari, regression testing va 10-darsda testning turlari haqida, functional, performance va security testing haqida o'tdik. Endi mana shu 10 ta darsni biz qisqacha xotirlaymiz. Va birinchi darsda biz QA nima va nima uchun kerakligi haqida o'tdik. QA o'zi bu testingda bizda kim bo'lib ishlaysiz desa, QA bo'lib ishlayman deydi. QA bu kasb emas, QA balki umumiy bir jarayon. Tester esa kasb, ya'ni bir muayyan kasb, QA'ning ichiga kirib ketadigan kasb. QA'ning ichida QC ham bor, ya'ni quality control bor, mahsulotni tekshirish. Buni ham birinchi darsda o'tib ketganmiz. Bu bir katta jarayon. QA'ga hamma butun tizim IT bo'limidagi hamma tizim, har bir lavozimdagi inson javobgar bo'ladi. Hatto yuzerlar ham bir jarayonda bir QA desak bo'ladi. Masalan, dizayner o'zini chizgan chizmasini, o'zini chizgan dizaynini sifatli bo'lishi uchun javob beradi. Birinchi chizib olgandan keyin uni talablarga muvofiqligini tekshiradi. Hech qaysi qismda piksellar tushmaganini tekshiradi va u ham bir quality assurance'ga, sifat nazoratiga xizmat qiladi. Dasturchi, koder u ham bir kod yozgandan keyin o'sha kodini qaysi qismlarda kamchilik bo'lganini tekshirish uchun hatto unit test ham o'tkazadi, ya'ni kichik test o'tkazadi. Xo'p, bundan tashqari DevOps har bir sohada o'ziga yarasha quality assurance'ga o'zini aloqasi bor. O'shaning uchun QA bu aynan kasb emas, balki umumiy jarayon bo'ladi. Tester QA'ning ichidagi bir umumiy bir kasb, QA'ning bir qismi. Shuni o'tgan edik. Xo'p, hozir birinchi darsni qisman xotirlaymiz. Xo'p, misol keltirgan edik. QA bu oshxonadagi taqsimlashchi ishi. Hop, restoranda oshpaz ovqat pishiradi. Oshpazni endi umumiy jarayonni olsak, ovqat pishiradigan odam. Lekin mijozga olib borishdan oldin shu ovqatni taqsimlaydigan odam ko'radi. Ha? Tuzi yaxshimi, ta'mini ko'radi. Masalan, go'sht pishganmi o'zi, tarelkaga yaxshi joylashganmi? Agar muammo bo'lsa, oshpazga qaytaradi. Bo'ldi, mana buni to'g'irlab berdi. Oshpaz, dasturchilar yoki jarayondagi boshqa odamlar esa QA mana shu klientgacha, mijozgacha bo'lgan jarayonda mahsulotni ko'rib, har qanaqa jihatdan ta'mi, hajmi, ko'rinishi, xullas mutlaq to'liq ko'rib, keyin mijozga yetkazadi. Shuning uchun QA IT bo'limidagi har bir jarayonda ozroq bo'lsa-da tushunchasi bo'lishi kerak bo'lgan odam, jiddiy odam. Bizni hududlarda, ya'ni O'zbekistonda bu soha endi rivojlanib kelayotganligi sabab bizga nafaqat QA sohasi, balki boshqa sohalar ham Yevropadan keyin kelgani sabab, tester haqida ham endi talablar oshib boryapti degandik darslarda. Hozir ham shuni takrorlab o'tamiz. Tester o'zi kim desa, QA ishni bajaradigan, QAdagi bir ishni bajaradigan bir mutaxassis bo'ladi. Dastur yoki ilovani sinab ko'rib, xatoliklarni topadi. Dasturchidan farqi nimada? Dasturchi dasturni yaratadi, QA tekshiradi. Dasturchi kod yozadi, QA xatoliklarni topadi. Dasturchi yangi feature imkoniyatlar qo'shsa, QA o'sha yangi qo'shilgan imkoniyatlar qanday sifatlimi o'shani tekshiradi. Boshqa jarayonga ta'sir qilmagan. Buni qanday qilsam bo'ladi deb dasturchi aytsa, tester nima qiladi? Bu yerda nima buzilishi mumkin deydi. Quruvchi va sinchkov nazoratchiga misol qilsak bo'ladi. Masalan, dasturchi bu quruvchi. Quruvchi uyni qurib bo'ladi, tester bu reviziya, nazoratchi. Boradi uyni ko'radi. Devor mustahkammi, elektr joylari to'g'rimi, suvni quvurlari ishlayapti, suv tushyaptimi? Har ikkisi ya'ni muhim. Quruvchi ham muhim, chunki quruvchi o'zi istagandek qurib ketavergan shu paytgacha. Lekin keyinchalik tester alohida bir kasb bo'lgandan keyin quruvchining ishini tekshirgan. Chunki quruvchi
Eee, uymi-uy bo'ldi, yasharadimi-yasharadi tekshirgan. Lekin aslida mijozga uymi-uy kerak emas. Mijozga to'rtburchak uy kerak. Masalan, aylanasiga yumaloq uy kerak bo'lishi mumkin. Mijozga devor bunaqa bo'lishi kerak. Mijozning talablarini quruvchi 100% tushunmasligi mumkin. Shuning uchun o'rtada bitta tester mijozning talablarini va quruvchining qilgan ishini kuzatib, o'sha muvofiqlaydigan bir kishi kerak bo'ladi. Mana hikoyalar ham keltirgandik. Buni kirib o'qib olishingiz mumkin. Xo'p, ya'ni hikoyalar deganda uzr, bo'lgan holatlar, haqiqiy hikoyalar. Mana NASAda bo'lgan bank mobil ilovasida bo'lgan, O'zbekistonda bir onlayn do'konda bo'lgan holatlar bor. Qisqasi, misollar keltirilgan, uni o'qib bilamiz. Xo'p, QA bo'lish uchun boshlang'ich texnik bilimlar bo'ladi, ha. Kompyuterdan yaxshi foydalana olish kerak. Windows yoki Mac operatsion tizimini bittasini yaxshi bilish shart. Excel bilan Google Sheets asoslarini bilish kerak. Boshlang'ich QA internetdan search qilishni bilish kerak. Xo'p, o'rta bosqichda esa 3-6 oy ichida o'rganish kerak bo'lgan narsa HTML, CSS. Saytni qanday qurilishini, logikasini bilish kerak. O'zi qurmasa ham mobil ilovalarni ishlash tamoyillarini bilish kerak. Mobil ilovalarni ishlash tamoyillari, hali mobil testing jarayonlarimiz bor. O'shanda o'tamiz. SQL asoslari, SQL va database. Hop, database bilan ishlashni bila olish kerak. Asosiy tushunchalar API, client server, o'shalarni bilish kerak bo'ladi. Professional bosqichda keyingi уже 1 yildan keyingi bosqichda u demak, automationga o'tish kerak, avtomatlashtirilgan testing. Selenium, Playwright, hop, dasturlash tili, birorta dasturlash tilida umumiy tushunchasi bo'lishi kerak. Masalan, Pythonda yoki JavaScriptda Git va GitHub bilan ishlashni ham bilish kerak. Endi bularni har bittasi alohida jarayon. Git nima, automation nima, ularni darslarimizda o'tganmiz. Kirib eshitib ko'rasizlar. Biz umumiy dars qilyapmiz. Professional asoslar Jira, TestRail kabi testlashga oid tool'larni tushunish kerak. API nima, SQL nima bilish kerak. QA nima uchun yaxshi desa, aytganimiz tez boshlanadi. Yaxshi maoshga ham erishish mumkin bo'ladi QA bilan. Masofadan ishlash imkoniyati bor. Kasbiy o'sish ham QAda bor. Xo'p, mana muddatlari keltirilgan. O'zbekistondagi holatni yuqorida aytib o'tib ketdik. Xo'p, demak, ikkinchi darsda o'tdik, testlash haqida o'tdik. Testlash nima va bag turlari. Xo'p, oldingi darsda o'tganimizdek, testlash bu dasturiy ta'minotni sinab ko'rish, sifatini baholash jarayoni. Ko'pchilik faqat xatolarni topish deb o'ylaydi. Aslida u kengroq tushuncha. Testlash faqat xato topish emas. Xo'p, mana nima ketma-ketlikda ko'ramiz. Tekshirish jarayoni, verification. Dastur talabga mosmi? Biz to'g'ri narsa qildikmi? Masalan, mijoz keldida menga to'rtburchak, eshigi 3 ta bo'lgan, derazasi 6 ta bo'lgan uy qurib beringlar dedi. Endi mijozni eee, quruvchiga boramiz, quruvchi qurib berdi, dasturchi qurib berdi. Eshikka 3 ta emas, 2 ta qilib qo'ydi. Oynasini 6 ta emas, 3 ta oyna qilib qo'ydi. Demak, bu talabga mosmas verification. Buni ham tekshiradi tester. Uy yashasa bo'ladi, o'sha 2 ta eshik bilan ham kirib chiqsa bo'ladi, oyna bilan ham, lekin talabga muvofiq emas. Mijozning talabi unday emas. Masalan, verification. Keyingisi baholash, validation. Dastur foydalanuvchiga kerakmi? O'zi biz shu narsani qildik, o'sha foydalanuvchi o'zi shuni ishlatadimi? Ha? Foydalanuvchi xo'p, biz topshirdik, endi foydalanuvchiga kerak bo'lyaptimi? Foydalanuvchiga balkim undanda yaxshiroq narsa kerakdir. Balki foydalanuvchiga 10 ta, 6 ta deraza kerak emasdir. Chunki 6 ta deraza 2 qavatda bo'lsa, bitta qavatda odamlar yashar. Shuni tushuntirib berishimiz kerak. Ya'ni foydalanuvchiga kerakmi shu narsa? Xo'p, bag topish, xatoliklarni aniqlash, bu tushunarli. Ishonch oshirish, ya'ni mahsulotni ishonchli ekanligini tasdiqlash, bu xavfsizligini oshirish. O'z-o'zidan keladi. Masalan, yangi mashina qiyos qilib olsak, siz yangi mashina sotib olmoqchisiz. Sotuvchi mashinani ko'rsatadi, masalan, Range Rover, chiroyli, yangi, lekin siz test drive qilmaysiz. Masalan, haydab ko'rmasdan, birorta joyda yurmasdan shunchaki olib ketmoqchi bo'lyapsiz. Lekin tekshirasiz. Dvigatel to'g'ri ishlayaptimi? Tormoz yaxshimi? Konditsioner sovuq beryaptimi? Xuddi mana shu testlash. Faqat mashina o'rniga dastur, sayt, ilova. Ya'ni test drive qilmasdan olish uchun sizga tester kerak. Keyin siz test drive oddiy odam qilishi mumkin, lekin dasturlashda test drive, endi mashina misolida qilyapmiz, oddiy odam qila olmaydi. Test driveni qaysidir qismini ko'rishi mumkin mashinani, haydab ko'rishi mumkin, lekin dvigatelni tushunmaydi. Endi bu misol qiyos qilyapmiz. Lekin konditsionerda ishlatib ko'rishi mumkin, lekin tormoz tizimini qanchalik tez tortayotganini, qanchalik uzoq vaqt tortayotganini buni testerlar biladi. Hop, testlashning ikkita asosiy turi bor. Birinchisi manual, ikkinchisi automation. Buni aytganimizda manual qo'lda mashina tekshirib o'tirish. Automation bu kod orqali mana shu qo'lda qiladigan ishlarni kodga tushirish. Farqi nimada desa, manual tez boshlanib ketadi, lekin
har doim takrorlanishi kerak bo'lgan narsa. Automation juda tez daqiqalarda bo'ladi, minglab test bo'lib ketadi, lekin bu tez boshlanmaydi. Manual kam xarajat, chunki istagan QA manual qilishi mumkin, lekin automation qimmatroq bo'ladi. Avtomashinada bitta plyusi qayta-qayta ishlatish mumkin. Manualda yana qayta xodimni charchatsa, charchatmaydi. Xodimga buyurgandan ko'ra manualga bitta buyruq bilan avtomashinda qayta-qayta ishlatishimiz mumkin. Xo'p, manual testing foydalanuvchi nuqtai nazaridan. Ya'ni men har kun mana shu batni tekshiraman. Kun ertalab bo'lishi, kechqurun bo'lishi. Lekin bir kun men bu kecha ishlagandik-ku, bugun ishlaydi deb tekshirib o'tib ketishim men nuqtai nazarimdan. Lekin kodda bo'lsa, kod farqi yo'q. Kodda unaqa tushuncha yo'q. Kecha ishlagandi, bugun ishlamaydi degan narsa yo'q. U har doim tekshiradi. Chiroy va qulaylik ko'rinadi. Ya'ni, bu ajoyib, hammasi bir xil. User tekshirgan sari ko'zda, ya'ni qulaylik oshadi. Manualda testda tekshirgan. Test Automation'da kechasi ham ishlaveradi. Bu plyuslarini aytyapti. Manual sekin, haqiqatda sekin. Chunki biz bitta bo'limni tekshirib chiqish uchun o'zimiz test shopimizni oladigan bo'lsak, test shop saytimizni oladigan bo'lsak, bu yerda juda ko'p narsalar bor. Siz hammasini tekshirib chiqishingiz uchun qidiruvni, seriallarni, profilni uzoq vaqt ketadi. Lekin Automation'da siz kod yozib qo'ysangiz, o'zidan o'zi kod kirib, inputlarni to'ldirib, mana filtrlarni tanlab, mana bu checkboxlarni tanlab, o'zi, ya'ni hammasini o'zi tekshirilib, keyin result natijasini ham ko'rsatadi. Automation test. To'g'ri, xarajat katta Automation'da, bunda sekin bo'lgani bilan. Inson xatosi bo'lishi mumkin manual testingda, boya aytib o'tib ketdik. Mana bu masalan bir kun tekshirmay qolgan bo'lishi mumkin. Lekin Automation'da dasturlash bilimi kerak. Kodingdan o'zaro tushunchasi bo'lishi kerak. Manual qayta-qayta zerikarli. Haqiqatda siz har kun buni tekshiraversangiz zerikasiz, borasiz. Lekin Automation'da unaqa zerikish degan narsa yo'q. Lekin yana bitta minus, hamma narsani avtomatlashtirib bo'lmaydi. Hozirgi hamma narsani avtomatlashtirishni iloji yo'q va bu talab ham emas. Yangi boshlovchi sifatida avval manual testingni o'rganing, keyin tajriba orttirib, Automation'ga o'tishingiz mumkin. Kompaniyalarda 70-80% testlar baribir qo'lda bajariladi. Manual tester har doim kerak. Chunki ba'zi bir joylarga odamlar xuddi robotga ishonmaganidek, masalan, inson operatsiyasiga robot qaysidir jarayonni qilgan bilan baribir tepasida inson turadi. Shuning uchun manual testing doimo kerak bo'ladi. Manual yangi funksiya chiqsa, birinchi marta tekshirib ko'rish uchun kerak bo'lsa, Automation har relizdan oldin, har yangi push bo'lishidan oldin, har yangi yangilik bo'lishidan oldin eski funksiyalar ishlayaptimi deb kod orqali tekshiradi. Xo'p, bug tushunchasiga keladigan bo'lsak, testing dunyosida bug degan bir atama bor. Bu o'zi developmentda ham bor, dasturchilarda. Ko'pchilik uni aralashtirib yuboradi. Bug haqida endi keng shuni bir tushuncha o'laroq ko'rsak. Error bu inson qilgan xato. Dasturchi yoki biznes analitik noto'g'ri fikrlagan yoki noto'g'ri yozgan. Misol, dasturchi x, y o'rniga x plus y o'rniga x minus y deb yozdi. Xo'p, natija qo'shiladigan emas, ayiradigan bo'lib chiqib keladi. Masalan, 5 kara 3 ni qo'shsa 8 bo'lishi kerak. Lekin 5 bilan 3 ni qo'shsa, 5 da 3 ni qo'shsa 2 bo'lib chiqyapti. Demak, UI'da ko'rinishda plyus bo'lgani bilan, lekin orqada backendchi minus qo'yib qo'ygan. Userlar bu xatoni topdi. Inson qilgan xato, dasturchi qilgan xatoni topishdi. Endi defekt, bug. Mana shu errorda 2 chiqyapti-ku, mana shu 2 natijasida bug chiqadi. Kodda paydo bo'lgan muammo. Aynan shu dastur ichida mavjud bo'ladi bu bug. Yuqorida dasturchi minus yozgani uchun mana dastur qo'shish o'rniga ayirib beryapti. Ko'rinishdan qo'shib beryapti. Masalan, oddiy kalkulyatorni oladigan bo'lsak, hozir misol tushuntiraman. Kalendarga kirib ketdimiz, uzr. Calculator. Onlayn kalkulyator deylik shuni. Sizlarga ekran ko'rinishi uchun masalan 5 raqamini mana yerga qo'ysak, endi plyus qo'shilgan 3 qilsak. Mana bu bu ham bir dastur. Mana orqasida mana shu plyusni amali bor. Lekin biz tenga bosganimizda 8 emas 2 chiqsa, nega deysiz? 5 ga 3 qo'shilsa 2 chiqmasdi-ku deysiz. Demak, muammo nimada? Muammo mana bu UI'da plyus ko'rinib turibdi, lekin orqasida frontendda plyus, backendda minus qo'yib qo'ygan dasturchi. Demak, buni natijasida 2 chiqqandan keyin natija o'z-o'zidan paydo bo'ladi, muammo paydo bo'ladi. Bu haqiqiy bug bo'ladi. Bugni natijasi error orqali bo'lgan bo'ladi. Xo'p, bu katta tushuncha. Buni ishlash jarayonida yana bir tushunib olamiz. Demak, bug
ilovada bo'layotgan muammo haqida ekan. Failure nima? Defekt natijasida foydalanuvchi ko'rgan muammo. Yangi defekt ishga tushganda failure bo'ladi. Foydalanuvchi 100 + 50 deb hisoblanadi, dastur 50 ko'rsatdi. Bu fail. Chunki 150 ko'rsatishi kerak-da. Xo'p, bunga bitta misol qilib keltirsak, sodda. Masalan, dasturchi yozdi. Asosiy saytimizga kiraylik. Mana bu iPhone 15 Pro Max narxi 18.500.000 so'm deb yozdi. Yo bo'lmasa AirPods narxi 50.000 so'm deb yozdi. Lekin soatga qo'shilganda, soatga kiramiz. AirPods -50.000. Chunki mana bu yerda minus qo'yib qoldirib ketgan dasturchi. Endi men to'lovga o'tsam, -50.000 to'lovga o'tsam, xo'p, mayli. -50.000 to'lovga o'tsam, bu mendan 50.000 yecholmaydi. Chunki narxi -50.000 turibdi. Endi user to'lov qiladi, userga bu narsa bepul boradi. Demak, dasturchi xato qildi, minus qo'yib yubordi bunda. Minus qo'ygani bu error bo'ldi, dasturchining xatosi bo'ldi. Error natijasida bug chiqdi. Mana UI ga bug chiqib keldi. UI da bug chiqqandan keyin mana failure bo'ldi. Defekt natijasida userga muammo bo'ldi. User bepul sotib oldi. Bu biznesga zarar. Chunki sayt -50.000 turgan bo'lsa, sayt sizdan qarzdor bo'lgan bo'ladi-da, mantiqiy. Ya'ni saytni sizdan 50.000 so'm qarz, ya'ni platforma sizdan 50.000 so'm qarzi bo'lgan bo'ladi. U sizdan pul ola olmaydi. O'zidan o'zi bepul siz bir narsani sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bugni hayot sikli bor, bugni yashash umri bor. Siz bitta joydan bug topdingiz, mana bu yerda bo'ldi, men bug topdim emas. Siz tester bo'lsangiz, bugni topdingiz, keyin assign qilasiz. Masalan, Akobir degan kishi mana shu bugni yozgan, dasturchi. Minus qildi Akobir, assign, Akobir sen qilding deb kiritib qo'yasiz, to'g'riladingiz. Open qiladi Akobir, ochadi-da, buni to'g'irlayman, men yerda minus qolib ketibdi deydi-da, boyagi joyda minusni olib tashlaydi koddan. Keyin fixed tuzatildi deydi, ma deydi. Endi sen ko'r deydi, retest. Endi siz yana tekshirasiz, saytga kirasiz, yangilab ko'rasiz. Qani bitta bunday aytib ko'raychi deysiz. Masalan, vaholanki bu narsa yo'q hozir. Endi yo'q qildi Akobir. Hop, endi Akobir deb o'zimiz misol qildik. Mana bu joyni masalan Akobir shuni to'g'irladi. 50.000 qilib berdi Akobir. Hop, mana uni 50.000 qilib berdi. Demak, Akobir buni 50.000 qilib berdi. To'g'riladi. U qizil yozuv ham ketishi kerak bo'lsa, mayli endi. To'g'rilab berdi. Ha, demak savatga qo'shganimda 50.000 ga ayirmayapti. Zo'r. Akobir yaxshi deyman. Closed deyman. Agar yo'q bo'lsa, yana qayta joyini yana qaytarib beraman Akobirga. Nima deyman? Reopen bo'ladi ikkinchi marta, qayta ochirish bo'ladi. Chunki bitta test ha deguncha topaversangiz, siz Akobir fix qilmasa, yana open deb bermaymiz, reopen qayta ochirish deysiz. Oy, qara degani, reopen degani yaxshi, qara, to'g'ri bo'lmabdi degan. Bu jarayon katta jarayon. Buni darslarimizda to'xtalganmiz. Hop, bug nima turlari bor? Yangi, biriktiriladi, fix bo'ladi, qisqasi shu. Hop, agar to'g'rilamagan bo'lmasa rejected, yo'q, uzr. Agar bu bug bo'lmasa, dasturchi bu bug emas, shunday bo'lishi kerak deb tushuntiradi. Masalan, mana Samsung Galaxy S24 telefonni sotyapmiz. Yo bo'lmasa, mana PlayStation 5 sotyapmiz. Mana bug 0 so'm turibdi. PlayStation 5 0 so'm emas. Mayli, buni pulga to'xtalmaymiz. Mana to'g'risini ko'raylik. iPad Pro 12.9. Yoki Adidas Ultra Boost degani bor. Endi men aytaman dasturchiga, baraka topkur, bu Adidas emas-ku deyman. Bu Adidas emas-ku bu. Bu Nike kim desam to'xta. Krossovkami? Talab bo'yicha menga krossovkani rasmini qo'yib bering degan, 750 ming so'm shunday kiritasin degan. Uzr. Demak, bu bug emas. Bu o'zi shunday bo'lishi kerak, dasturchi aytadi. Men uchun masalan bu bug bo'lishi mumkin. Bu Adidas emas, u qani Adidas qilinayotgani deyishim mumkin. Xo'p. Demak, deferred kechiktirildi. Bu bug, lekin hozir shart emas deydi. Masalan, bo'ldi, bu mayli, bu Adidas emas, lekin buni hozir user tekshirib o'tiradimi buni? To'xta, bu qanaqa krossovka ekan, nimaga bu krossovkani tiqib qo'ydi deb tekshiradimi deydi. Tekshirmasa, masalan, turaveradi deydi. Masalan, demak bu keyinroq qilinadi bug, mayli keyinroq deferred deydi. Duplikat. Demak, bu bugni yana siz bug topdingiz, mana bu 50 mingni yana kiritib qo'ydingiz. Buni oldin kiritding-ku, bu duplikat qilibsan, ikkita bug emas, olib tasha deydi. Reopen it, boya aytdik, dasturchi tuzatdim degani bilan tester sinasa hali ham bug bo'lsa reopen qilib jo'natadi. Xo'p. Bugni severity priority haqida keldik. Severity priority. Severity bu bug topdingiz,
siz testersiz, mana bu bak rasm yuklanmayapti. Yuzerga bu juda xato. Ko'rsa odam g'alati bo'ladi. 24 rasm yo'q. Qanaqa telefon ekan deb ko'ryapmiz. Bu severity, ya'ni texnik mutaxassis aytadi, bu deydi bugni deydi, qanchalik yomon bug, texnik mutaxassis aytadi. Biznes mutaxassis yoki produktni egasi, product owner aytadi, bu bugni qanday tez tuzatish kerak. Ya'ni bu o'zi muammo, lekin ba'zi muammolar bor. Mana masalan, krossovkani ko'rdik. Mayli muammo, lekin buni darhol tuzatish shart emas. Demak, dasturdagi muammo bo'lsa, bu severity deydi. Muammo qandayligi, lekin qanchalik tez tuzatish muhimligi priority. Masalan, misollar. Birinchi misol, klikda to'lov qilish mumkin emas hamma foydalanuvchi uchun. Texnik jihatdan ham, biznes uchun ham xavfli. Chunki klikni asosiy pribili bu to'lov qilish kerak. Premium. Bu demak high severity, high priority. Ikkinchisi yana bitta bug chiqdi. Admin panelni juda kam ishlatilgan bu. Admin mayli hali tushunarsiz, hali tushuncha yo'q ko'pchilikda. Demak, uchinchisi low severity, high priority. Uzumni bosh sahifasidagi logo noto'g'ri rangga bo'yalgan. Mana bu katta muammo emas ko'rinadi. Mana QA Academy masalan jigarrang bo'lib qolgan, qora bo'lishi kerak. Lekin hamma jigar qora deb biladi. Bu demak, e, uzr. Bu demak nima emas? Severity jihatdan katta muammo emas. Lekin priority jihatdan katta muammo. Chunki biznesga zarar. Biznesdagilar, o'zim QA Academy jigarrang bo'lib qolibdimi yoki qizarib qolibdimi, mazasi yo'qmikan degan yuzerlarda tushuncha paydo bo'lib qoladi. Buni darhol tuzatish kerak. Demak, sodda qilib tushuntirsak, dasturchi muammoni topadi. Topgan muammosi bu severity. Dasturchi degani tester. Topgan muammo severity. Endi dasturda logikasi bilan shug'ullanadigan, koding bilan shug'ullanmaydigan PM, PO'lar aytadi, qanday tez tuzatamiz desa, ular javob beradi. Bugunoq qilamiz, chunki to'lov bo'lmayapti. Bugunoq qilamiz, bizni brendga zarar deb aytadi. Bu priority, oddiy qilib aytsak. Xo'p, atamalarni baglar bilan bog'lash, intervyu savollari bor o'z-o'zidan. Xo'p. Severity turlari. Critical, major, minor, trivial. Bizda asosiy biladiganimiz critical bilan major bo'ladi. Priority turlari high, medium, low. Bu imtihonda, intervyuda tushishi mumkin. Xo'p, 3-darsga kelamiz. 3-darsimiz testlash jarayoni. Testlash jarayonini aytib o'tganmiz. STLS deyiladi. Bu STLS, siz bir produkt qilmoqchi bo'lsangiz, bir dastur yaratmoqchi bo'lsangiz, u dastur to sizni qo'lingizga kelgunicha bir necha jarayondan o'tishi shart. Masalan, birinchi planning qilinadi. Planning rejalashtiriladi. Dastur egalari biz nima qilyapmiz va nimaga kerak degan savolga bajariladi. Masalan, biz marketplace qilyapmiz, test shop. Nimaga qilyapmiz? Narsa sotmoqchimiz. Nimaga kerak? Odamlarga narsa sotish uchun kerak. Plan tuzilyapti. Analiz, talablar qilamiz. Xo'p, mahsulot aynan qanday ishlashi kerak? Foydalanuvchi uchun ssenariy bo'lishi kerak. Ya'ni functional, non-functional talablar bo'lishi kerak. Tester endi qatnasha boshlaydi. Masalan, qanday ishlaydi? Qayerda nima bo'ladi? Qayerda battonlar bo'ladi? Filtrlar bo'ladi? Qayerda mahsulotlar kirishi mumkin? Qayerda login qilish mumkin? Mana shu talablar ko'rib chiqiladi. Analiz, tahlillarda. Keyin dizayn chiziladi. Bo'ldi. Endi dizayner bu yoqda rasm bo'ladi, bu yoqda bunaqa knopkalar bo'ladi, bu yoqda filtr knopkalar bo'ladi. Dizayn chizish boshlanadi. Keyin development, endi dasturlashga o'tadi. Dizayn chizilgandan keyin bo'ldi. Dasturchi kodlarni yozib chiqadi. Front-endchi ulab chiqadi frontga. Xo'p, keyin testing jarayoni. Endi testlaymiz, qani buni bosganda bu ishlayaptimi? Buni bosganda bu ishlayaptimi? Qizaryapti, o'tyaptimi? Oziq-ovqatni bosganda o'tmayapti. Ana, o'tmayapti. Yur o'tyapti. Demak, mana muammo. Dasturchi tekshiradi. Filtr ishlamayapti. Masalan, keyingisi maintenance, qo'llab-quvvatlash. Biz topshirdik saytda, endi klientlar jalba qilishi mumkin. Bu ishlamayapti-ku, bu ishlamayapti-ku, mana bunaqa 500 muammo chiqib qolyapti-ku deb biz mana поддержка deydi. Qo'llab-quvvatlash jarayonlari bo'ladi. Yo bo'lmasa nimadir qilib bering. Mana aytgan masalan, endi kiyim bu oziq-ovqat bo'limi bor ekan, bitta bo'lim qo'shib bering, o'quv qurollari degan bo'lim qo'shib bering deydi, so'raydi kimdir. Qo'shib buni ham sotishingiz mumkin. Xo'p, mana shu jarayon, demak, STLS dasturni paydo bo'lishi, rejalashtirish, tahlillarni qilib to u chiqquncha bo'lgan jarayon STLS bo'ladi. STLSning modellari bor. Masalan, tartibi borda. Qanday tushuntirsam, birinchisi, men tartibni o'zini aytay, keyin tushuntiraman. Waterfall.
g'oya bosqichlar ketma-ket bo'ladi. Bir-biridan keyin bajariladi. Oldingisi tugamaguncha keyingisiga o'tilmaydi. Buni shuning uchun waterfall shashara deydi. Masalan, planning bo'ladi, keyin analizga o'tiladi. Analiz bo'ladi, keyin dizaynga o'tiladi. Dizayn bo'ladi, keyin boshqa jarayonga o'tiladi. Shunday ketaveradi. Kodingga o'tiladi. Shunday ketaveradi. Afzalliklari oddiy, tushunarli, hujjatlash bor, davlat bank sistemalariga mos, lekin sekin. Keyin o'zgartirish qiyin, testing oxirida juda kech bo'ladi. Muammo bo'lsa boshidan yana qaytishga to'g'ri keladi. Agile'da bo'lsa 2-4 haftalik ish sikli bo'ladi. Har sprintda loyihani bir qismi to'liq yuklanadi, yakunlanadi, uzr. Planningdan testinggacha. Afzalligi nima desa, masalan, waterfall'da planningni qilasiz, rejalashtirasiz, dasturim demday bo'ladi. Analizga o'tsangiz, keyin orqaga qayta olmaysiz. Analiz talablarni ko'rasiz, orqaga qaytsangiz yana boshidan boshlashingiz kerak. Yoki dizayn qilib bo'ldingiz, dizayn qilgandan keyin analizga tushmayapti. Yoki dizayn qilib bo'lgandan keyin developmentga o'tdi. Kodingni yozdi, lekin koding yozgandan keyin planningga tushmayapti. Ya'ni dasturchi bu yoqqa qilib bo'lmasligi haqida gaplashilmagan. Masalan, dasturda mana yerga bitta knopka qo'yishi mantiqsiz. Yuqoriga qo'yish kerak. Dasturchi aytadi mantiqsiz desa, demak planningda xato bo'lgan, boshiga qaytish kerak. Waterfall'da shunaqa, lekin Agile'da unaqa emas. Agile'da bo'ldi. Planningdagi bitta joyda change qilib o'zgartirib qo'yamiz. Mana shu yerda knopka qo'ymaymiz deydi, o'tib ketaveradi. Xo'p, shunaqa. Keyin yana bitta turi, demak, Agile'ni ko'rdik. Istagan vaqt change qilsa bo'ladi. Keyingisi Scrum bor. Agile'ning eng mashhur ko'rinishi bu shu Agile'da Agile'ni ichiga kiradi. Mana istagan vaqtda o'zgartirsa bo'ladi. Metodologiyani amalda qo'llash, masalan, 2-4 hafta Scrum Master bo'ladi. Jamoa ishini muvofiqlashtiradi, to'siqlar olib tashlaydi, product owner nima qilish kerakligini aytadi. Daily stand har kunlik meeting bor. Backlog bajarilgan vazifalar ro'yxati bor. User story foydalanish nuqtai nazaridan yoziladi. Masalan, foydalanuvchi sifatida foydalanish sifati parolni qayta tiklashni xohlayman desa, ko'rsatadi. Xo'p, STLS nima? STLS bu testing jarayoni. Masalan, sizga dasturlash boshlandi, STLS, produkt tayyorlash boshlandi. Planning, analysis, designlar boshlansa, siz nima qilasiz dasturchi? Ular planning qilayotgan vaqtda siz talablarni ko'rib chiqasiz. Qanaqa test reja qilamiz? Kim nimani tekshiradi? Masalan, 3 ta tester, sen backend uchun tekshirasan, sen frontend UI'larni tekshirasan, yo bo'lmasa sen hamma frontend tekshirsa, sen bu profil menejni tekshirasan, sen sevimlilar qidiruv tekshirasan, sen UI'da mana bularni tekshirasan deb masalan bo'lib taqsimlab beradi, planning qiladi. Masalan, bugun buni qilamiz, erta uni qilamiz, reja. Test case bu endi qanday tekshirishda har bittasini steplari bo'ladi. Masalan, test planda umumiy bo'lsa, test case'da masalan login kiriting, parol kiriting, enter bosing, hammasini bitta-bitta aytsa, test case bo'ladi. Test planning bilan bog'liq. Environment setup, ya'ni bu environment setup bu yana bu yerda tushuntirilgan brauzerlar, serverlar o'rnatiladi. Production'ga tegmay nusxasida ishlaymiz. Ya'ni bu nima? Xo'p, hozir biz tushuntiradigan bo'lsak, mana o'zim ishlaydigan saytdan keltiradigan bo'lsam, mana bizda production sayt bor, bu production emas. Ya'ni userlar buni ishlatmaydi. Userlar buni ishlatmaydi. Buni biz ishlatamiz, dasturchilar va testerlar ishlatadi. Buni tekshiraveradi. Masalan, men xohlasam mana yerga yuk yaratsam, istalgan narsamni yozib yuk yaratishim mumkin. Bu hech kim xalaqit bermaydi. Yoki istagan narximni yozib $1 million deb yuklab olsam ham xalaqit bermaydi. Lekin men haqiqiy userlar ko'radigan sahifada user qarasa, Toshkentdan Fransiyagacha $1 million kimdir beraman deb aytyapti desa, bitta bosib men shunga talabga bosaman, men ketdim, men ko'raman desa, nima bo'ladi? Muammo bo'ladi. Demak, bu ikkita bizda jarayon bo'ladi. Bitta asosiy tekshiradigan jarayon, ikkinchisi flexobo.com. Mana bu endi asosiy userlar ko'radigan joy. Userlar uchun mana haqiqiy narxlar bor. Mana 3008 Xitoydan Rossiyaga. Bu nima deydi? Ya'ni bu haqiqiy ko'rinadigan ikkita bor. Xo'p, unaqa aytsa front bor va orqada trenirovka bor. Bu trenirovka qiladigan saytingiz bo'ladi, front bo'ladi. Xo'p, demak, text environment setupda shunaqa ekan. Ya'ni dasturchi, tester qayerda tekshiradi? Production tekshiradi hozir ba'zi bir hatto katta-katta banklar ham production tekshiradi. Bu o'ta katta xato va testerga mas'uliyat yuklaydi. Chunki xohlaganingizni tekshira olmaysiz. To'xta,
bir joyni tekshirish uchun juda bir qarab o'tirish, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Test execution, testlarni bajarish, test closure, yakunlash. Bularni o'qib tushunishimiz ham mumkin. Demak, bu jarayonni ham qisman ko'rib ketdik. Bug sabablari, bugning chiqishi haqida. Bug'ning sababi real hayotda nega bug'lar paydo bo'ladi va testerlar qanday hujjatlar va asboblar bilan ishlaydi? Bug qayerdan kelib chiqadi? Bug'lar osmondan tushmaydi. Bug bo'lib qolibdi, to'g'rilaymiz buni. Har birining aniq sababi bor. Professional tester bug topganda nafaqat uni qayd etadi, balki uni qanday kelib chiqqanini aniqlaydi. Bu kelajakda shunga o'xshash bug'larning oldini olish uchun yordam beradi. Bug'lar sabablari human factor, inson faktori, inson omili. Dasturchi charchagan bo'lishi mumkin, kechqurun kod yozgan bo'lishi mumkin yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi muhit omillari. Kod ishlaydigan tizim, server, brauzer, operatsion tizimlarni farqli qiladi. Masalan, sayt Chrome'da ishlaydi, lekin Safari tugmali ko'rinmaydi. CSS moslashuvchan emas. Masalan, hozir biz Chrome ishlatyapmiz a. Endi men boshqa brauzer ochsam, Safari ochsam, masalan, Safari'da bu page boshqacha ochishi mumkin, mobilda boshqacha ochishi mumkin. Demak, environment inobatga olinmaganda bug chiqadi. Uchinchi sabab communication gaps, ya'ni muloqot kamchiliklari. Product owner, dasturchi va tester bir xil narsani turlicha tushunadi. Masalan, product owner aytadi, foydalanuvchi ro'yxatdan o'ta oladi degan tezda yozib berdi. Foydalanuvchi registratsiya qilsin dedi. Mana bu masalan menga aytilgan, foydalanuvchi registratsiya qilsin, kirish degan, ro'yxatdan o'tish degani bor. Endi ro'yxatdan o'tishda to'liq ism, email, parol sanaladi so'radi. Product ownerga bu narsa qiziq emas, nima deydi? Ro'yxatdan o'tsin bo'ldi deydi. Endi dasturchi nima deydi? Email orqali o'tsin deydi. Faqat email orqali. Ya'ni to'liq ism haqida ma'lumot keltirilmadi. Demak, product owner nima telefon orqali ham kerak edi deydi. Product owner aytdiki, telefon ham qo'yib qo'yish kerak edi deydi. Lekin bu narsa nima bo'ldi? O'rtada communication bo'lmadi-da, aytmadi-da bu. Aytish kerak edi. Ro'yxatdan o'tish kerak, o'tsin. Ro'yxatdan o'tishi telefon bo'lsin, email bo'lsin, unisi bo'lsin, palonchi bo'lsin deb communication zo'r bo'lishi kerak. Communication yaxshi bo'lmagan, bir og'iz aytib qo'ygan, bug paydo bo'ldi. Technical debt, texnik qarzdorlik. Eski yomon bu yozilgan kod yangi o'zgarishlarga qarzdor. Xo'p, demak, dasturchi eski kodni yozdi. Kodlar ham prinsiplar ham o'zgarib turadi. Eski kodlar yangi funksiya qo'shilgandan keyin eski kod o'z-o'zidan buziladi. Xo'p, technical debt dasturlash tez ishlaydi deb qilingan, lekin kelajakda muammo keltiradigan kod. Misolimiz bor. Avtomobil buzilishi sababi keltirilgan. Buni o'qib ham tushunishimiz mumkin. Xo'p, endi testverning 4 ta asosiy komponenti. Testver o'zi nima? Testver testerlar yaratgan barcha hujjatlar va ma'lumotlar. Software dasturlash kodi, testver testlash uchun kerakli narsalar. Xo'p, oddiy qilib oshpaz uchun retsept kitobi. Asboblar va xomashyo bor, tester uchun ham shunga o'xshash ish materiallari bor, bu tester. Testerlar uchun eng asosiy 4 ta komponent. Test plan, aytib o'tib ketdik. Butun loyiha uchun strategiya hujjati. Qanday testlaymiz? Qancha vaqt kerak? Qanday asboblar? Kim nima qiladi, ha? Juda katta jarayon. Scope-da bu. Maqsadlar, resurslar, grafik, xavflar, ya'ni nima qilsak nima bo'ladi? Qachon boshlaymiz? Qachon tugatamiz? Masalan, 10 ta dasturchi, 5 ta 10 ta dasturchi ichida 5 tasi tester, bittasi mobile, bittasi web tekshiradi, bittasi UI, bittasi backend, bittasi API testing qiladi. API testing nimadan boshlaydi? UI testingda hop qaysi qismdan boshlaydi testlab, to'liq reja uy qurishda birinchi nima quramiz? Birinchi отделкаdan boshlamaymiz-ku, ha? Birinchi masalan fundament qo'yiladi, fundamentdan keyin beton quyiladi, g'isht, betondan keyin xo'p tom yopiladi, oyna. Qisqasi mana shunaqa testlashda to'liq jarayoni plan bo'ladi. Endi test case. Har bitta jarayonni qanday qilish? Masalan, aniq bir funksiya. Oynani qanday qo'yamiz? Oynani o'lchaymiz hajmini. Oynani hajmini o'lchaymiz. Nechiga necha oyna? Masalan, 4 ga 3 deraza. 4 ga 3 deraza bo'lsa, biz 4 ga 3 oyna qila olmaymiz. Chunki oynani ichi bunday kirish kerak. Qanchadir millimetrlar hisoblanadi. Eshik, oynani ochkichi bo'lishga hujjat. Xullas, hammasi steplari bo'ladi. Testingda ham xuddi shunday. Login to'g'ri ma'lumotlar bilan kirish degan bir case. Qadamlarimiz bor. Sahifani ochamiz. Mana sahifani ochdik. Sahifani ochdik. Email kiriting. Email ro'yxatdan o'tishga bo'ladi. Email kiriting. Kiritdik. Palonchi, example.
example email root email kiritdik. Parol kiritding. Parol mana kiritdik. 1 2 3 3 2 1 masalan. Enter bosing. Mana enter bosasiz, ketadi mana ro'yxatdan o'tish. Xo'p, mana shu bir test case. Bu to'g'ri ma'lumotlar bilan. Endi noto'g'ri ma'lumotlar bilan kiritish testlaysiz. Ikkinchisida masalan example email root emasda example email rootni qo'ymasdan turib mail root deb qo'yasiz. Buni nima qilish kerak? Buni o'zi biz nima bizda biz test saytimiz bo'lgani uchun, bu baglar bo'lgani uchun bunday ro'yxatdan o'tdingiz deydi. Aslida bu ro'yxatdan o'tkazmasligi kerak. Masalan, o'zimizda saytimizda oladigan bo'lsak, mana hozir biz ro'yxatdan o'tmoqchimiz. Sign in. Ro'yxatdan o'tmoqchimiz. Test ni qo'ymaymizda, nuqta email ru desak, bizga bizga ruxsat bermaslik kerak. Invalid phone or number or email. Endi bu invalid bu. Mumkin emasda bunday. Biz bunaqa sabachka qo'ysak, shunda u bo'ldi. Hozir SMS boradi. Подтвердить qiling yana. Sizga SMS boradi. Mana shunga verification kodini kiriting deb keladi. Demak, tushunarlimi? Bu test case. Test case'lar juda ko'p bo'ladi. Masalan, hozir to'g'ri bilan tekshirib ko'rdik, noto'g'ri tekshirib ko'rdik. Masalan, uni qilib, buni qilib har bir jarayonni tekshirib ko'rishimiz test case. Test suite. O'xshash test case'lar guruhi. Masalan, login test suite ichida login bilan bog'liq barcha test case'lar bo'ladi. Masalan, hozir bir loginga oid hamma ma'lumot bor. Ismni boshqacha yozib ko'rishimiz mumkin, chiziqlar, nomerlar qo'yishimiz mumkin. Emailni buzib ko'rdik. Parolga masalan ham nomer, ham unaqa ko'rinmayaptimi? Keyin chiziqchalar qo'ysak, chiziqcha ham bo'lib ketyapti yoki undov, tutuq belgilari bo'lib ketyapti. Tug'ilgan sanaga harflar qo'ysak, yo ishlamayapti. Sana masalan. Demak, sanalar adashib ketyapti. Qarang, 275.760 yil yo'qda. Yo bo'lmasa 27-oy, masalan, aprel 30dan qaytsa. 31-aprel. Ha, ishlayapti, qarang. Aprel hech qachon 30-dan qaytmaydi. Yoki fevral. Fevral 28 bo'ladi, eng ko'p bo'lsa. 28-da 27 bo'lsa, mana shuni fevralda 30-fevral desak. Fevral hech qachon 30 bo'lmaydi. Demak, shu mana shunaqa test suite login bilan aloqador barcha test case'larini to'plagan joy. Hamma login bilan bo'lgan muammolar mana shu test suite ichida bo'ladi. Uzr. Test login bilan bir bo'lgan bo'linma-bo'lim bo'lgan joylar test suite ichida bor. Test suite masalan kimdir login tekshiradi, bo'ldi. Endi men filtrlarni tekshiraman. Filtr bilan bo'lgan holatlar. Masalan, elektronikani ikkita bossammi bo'ladi, kiyimni ikkita bossam. Mana shu filtr. Faqat bu yoqda filtr yo'qda. Mana bu yoqda filtr bor edimi? Qarang, mana buni ham o'zimiz qilganmiz maxsus. Xo'p, filtrlar yana qayerda bor edi? Profilda bor edimi? Mana Xo'p, Xiaomi'larda bo'lishi kerak. Mana filtrlar, mana filtrlar bor, qarang, filtrlar bor. Xo'p, demak filtrlarni uzr, sal shamollash bilan orada bitta. Xo'p, demak bo'linma-bo'lim test case'larni bo'linma-bo'lim o'xshash test case'larni bir joyga to'planishi bu test suite. Login testlari 20 ta test bitta test suite'da, filtr testlari 10 ta bitta suite'da. Shunaqa qilib ketiladi. Test data. Testlash uchun kerakli ma'lumotlar. Boya aytib o'tib ketdik, productionda, real userlar ishlaydigan joylarda tekshiradigan QA'lar ham bor, lekin bu professional emas, meni tushunchamcha, chunki userlar tekshirayotgan ko'rib qolsa u narsani agar hurmatni tushirishi mumkin. Xo'p, mahsulotni ya'ni anaqasi tushishi mumkin, darajasi tushishi, loyalty ya'ni loyalnost kamayib ketishi mumkin. Test ma'lumotlar. Testlash uchun kerakli ma'lumotlar. Foydalanuvchini login, parol, ta'rif matnlari, raqamlar, sanalar. Hozir men masalan, boya ko'rgan bo'lsanglar, testlashda men o'zimdan kelib chiqib yozdim-a. Ro'yxatdan o'tish deganda, masalan, Aziz Karimov deb berib bizga. Aziz Rahimov deb, Aziz akani ismini qo'ymaylik-a. Aziz Qobilov deyaylik. Aziz akaga. Aziz Qobilov deyaylik. Masalan, bu data. Oldindan tayyorlangan data. Aziz Qobilov degan emailim bor. Aziz email.ru. Uzr, email.ru. Yana qaytib kiritamiz. Erin sekmentiga yozamiz. O'zimni qaytib qo'yish mumkin bo'lmasa, yozish kerak. Parolda ham shunaqa. Parolni ikkita kiritadigan qilish kerak. Bitta qo'ygan qarang, bunda ham xato. Mana bunaqa chiqib turibdi. 1 2 3 4 4 3 2 1. Demak, bu
Mana shu to'ldirgan narsalarimiz data. Bu ma'lumot. Data degani o'zi, ma'lumot. Bular tavakkal bo'lmasligi kerak, balki muayyan ism ta'rif bilan bo'lishi kerak, lekin shart emas. Lekin Excel fayli saqlansa, keyinchalik siz istagan narsani olib, mana shu yerda to'ldirib ketaverasiz. Qaytadan sizga email ochish kerak bo'lmaydi. Parol topish u kerak bo'lmaydi. Tez-tez tekshirib ketaverasiz. Data bilan. Ya'ni bir nechta datalar bilan tekshirib ko'raverasiz. Xo'p, test data ya'ni testlashda ishlatiladigan umumiy bir ma'lumot. Test case qanday yoziladi? Mana eng muhim jarayonlarga kelyapmiz shu bizda. Test case yozish uchun testerning odatda kundalik ishi test ID bo'ladi, Masalan, test ID raqam deylik. Test CTC001 unikal, ya'ni takrorlanmaydigan raqam. Title bo'ladi, qisqacha sarlavha. Masalan, nima test sinayapti? Mana title bo'sh email bilan kirish urinishi. Bo'sh email bilan kirish, mana emailni o'chirib tashlab kirish urinishi. Mana bo'sh email bilan kirish urinishi degan nomli test case'imiz. Birinchi test case. Nomi, title. Ikkinchisi precondition. Boshlashdan oldin bizga nima kerak? Test case yozyapmiz. Biz nima kerak? Bizga login sahifasiga foydalanuvchi saytda emas, ya'ni registratsiya bo'lmagan bo'lishi kerak foydalanuvchi. Chunki registratsiya bo'lgan foydalanuvchi bilan qanday yana registratsiya qilamiz? Registratsiya bo'lmagan bo'lishi kerak. Keyin steps, qadamlar, ya'ni test case'da qadamlar bo'ladi. Aniq qadamlar. Birinchi nima qilaman, ikkinchi nima? Login sahifasini ochdik. Login sahifasini ochamiz. Kirish login bo'ladida. Login sahifasini ochish. Email maydonini bo'sh qoldirish. Email maydonini bo'sh qoldiramiz. Parolga 1 2 3 4 3 2 1 shundaymi? Parolga bo'ldi, farqi yo'q. Test 1 2 3 bo'lsa teramiz. 1 2 3 bo'lsa 1 2 3. Teramiz, kirish tugmasini bosing. O'zi kirmaslik kerak. Biz saytimiz o'zi testing sayt, bug topish uchun maxsus sayt bo'lgani uchun kirib ketish ehtimoli ham mumkin. Yo'q, lekin mana bu fieldimiz, qarang, please field all fields deyapti. Har bir qatorni tekshiring. Email kiriting degan xabar ko'rinishgan. Mana bizga aytyapti, hamma fieldni to'ldiring. Endi buni o'zgartirish muammo emas. Shu baribir natija. Foydalanuvchi saytga kirmaslik kerak. Mana biz saytga kira olmadik. Kirganimizda uni qochirish kerak edi. Xo'p, demak, mana bitta test case siz ko'zingiz oldida yozdik desa ham bo'ladi. Yozib ko'rasiz, masalan, title bor, tayyor, masalan, to'ldirib ko'rasiz. Biz saytimiz shunday tayyor qilib qo'yilgan. Go'shtdek faqat yuchish kerak bo'ldi. Professional asboblar, ya'ni biz testni qayerga yozamiz? Excelga yozamizmi? Jira, TestRail, Zephyr degan bor. Eng asosiysi Jirani aytib ketaylik. Baglar va vazifalarni kuzatish uchun mana shuni to'g'rilab qo'yamiz. Bug bo'lib qolyapti. Click, Uzum, EPAM va boshqa barcha katta IT kompaniyalarda Jira ishlatiladi. Butun jamoa, dasturchi, tester, menejer, product owner hamma shu Jirani ishlatadi. Hop, bug reportlar yaratiladi. Xo'p, bu haqida alohida o'tishimiz kerak. Men hozir qisqacha tushuntirib o'tib ketaman, mayli. Xo'p, up, click. Mana bitta bizda click up degan anaqamiz bor. Xo'p, unavailable deyapti. Xo'p. Anavini kiraylik. Week degani kiraylik. Mana shunaqa. Shunga o'xshagan test management toolda bular hammasi. Ya'ni testlashni jarayonda olib boramiz. Masalan, mana jarayonlar bor. Bug va vazifalarni kuzatish uchun. Masalan, men mana yerga buglarni yozib boraman. Masalan, xo'p, bo'limlar. Hozir biz o'zimizni bo'limimizga kirib olamiz. Rost. Xo'p, degandan bilsak. Xo'p, mayli, sizlarga mana ko'rsataylik. Osonroq qilay bo'lsin. Ikkinchi ishxonamiz narsasi. Demak, mana testing bo'yicha bo'ladigan jarayonlar. Mana bug report yaratasiz. Bug'ni holati ochiq, jarayonda to'g'rilandi. Mana bug report. Masalan, keyin sizlar bilan bitta bug report yaratib ko'ramiz. Tester bug degan TB bu endi meni bunaqam. Tester bugs. Masalan, xo'p, login button, katta login button is not working dedik. Login button nima? Ishlamayapti dedik. Biz bug report yaratyapmiz.
Endi backtracking shunday olib boriladi-da. Endi buni shartlari bor. Hali buni to'xtalamiz, ishlamayapti deb. Bu именно shu test tool'da tushuntirish uchun qilyapman. Bu ketdi. Bu hozir need to fix degan narsa joyiga login button is not working degan narsa kelib tushgan. Hozir 34-dan buni topib olsak, mana login button is not working pastda ekani. Bu need to fix, ya'ni to'g'irlash kerak degan jarayon turibdi. Bizda bunda open har xil jarayon bo'ladi, status. Endi bundan keyin in progress ga o'tkazadi. Oladida mana bu yerga in progress ga o'tkazadi dasturchi. Bunday qilib bu yoqqa o'tkazadi, in progress ga o'tkazadi dasturchi. Jarayonda, ya'ni qilyapman degan narsaga o'tkazadi dasturchi. Keyin fix it deydi. Men to'g'irladim deydi, testga o'tkazib qo'yaman. Mana tekshir deydi. O'tkazib qo'yadi-da, tekshir degandan keyin oxiri men tekshiramanda bo'ldi, mayli. Tekshirib bo'pti, man danga o'tkazib qo'yaman. Bu danga o'tdi. Qani o'zi? Yana muammo bo'lmasin. Qani endi. Voy. Mayli endi. Ketdi bu. Bu yerdan topib bo'lmaydi. Xo'p, sizlar uchun anaqa qildim. Mayli, o'chirib yuboramiz, qaytarib. Buni o'chirib yuboraylik. Biz real bunaqani ko'rsatyapmiz sizlarga jarayonini dars berish uchun. Demak, bu mana shunaqa jarayonimizni ko'rsatish uchun ishlatiladigan bir tracking. Bular hammasini jarayoni bir xil. Mana shunaqa kanban, buni kanban doska deydi. Mana shunaqa fieldlar bo'ladi. Bundan bunga o'tkazib, kim nima qilayotganini belgilab ko'radi, o'tkazadi. Danga men o'tkazaman, mendan keyin bo'ldi. Ishladi degan bo'ladi. Dasturchilarning hammasi shu yerda ishlaydi. Masalan, qilish kerak, jarayonda to'g'irlash kerak, to'g'irlab bo'ldim, testlab ber. Testlab bergandan keyin danga o'tkazib ketadi. Backlog haqida ham hali o'tamiz. Jira mana shunaqa test tracking, ya'ni bug tracking jarayonlarni olib boradigan umumiy bir chernovik deymizmi, bir umumiy shablon deymizmi, TestRail ham, Zephyr ham shunaqa narsalar. Jirani ko'pchilik ishlatadi. Biz Notion ishlatamiz. Ikkinchi kompaniyamiz Wiki, yana bittasi ClickUp ishlatardi. No, endi hamma o'ziga bog'liq. Bu narsalar juda ko'p turlari. Xo'p, test case'lar yozasiz ekan bu darsda. Umumiy tushunchalar shu ekan. Demak, keyingi darsimizga o'tamiz. Xo'p, 15-darsimiz rollar, vazifalar. Jamoada siz yolg'iz ishlamaysiz. IT jamoada rollar bor. Product owner mahsulot nima bo'lishi kerakligini aniqlaydi. Masalan, nima, nega degan savollarga product owner javob beradi. Backlogni boshqaradi. Backlog nima? Tasklarni qachon, qaysi taskni qilish kerakligini mana shu yerda umumiy yoziladi. Hamma tasklar umumiy yoziladi. Keyin qachon qaysi tasklar qilish kerakligini to'daga o'tkazib, masalan, buni qilamiz, bo'ldi. Mana bu need to add search field degan narsani bugun qilamiz degan narsani mana yerga qo'yib qo'yadi. Xo'p, mana shunaqa, ya'ni qaysi ishni qachon qilish kerakligini mana shu backlogdan qaraydi. Biznes talablarini jamoaga tushuntiradi. Masalan, bizni platforma biznes nima? Asosiy biznesimiz Flexoboni asosiy biznesi tracking sistem. Masalan, shofyorlarga yuk topib berish yoki yuki bor odamlarga shofyor topib berish, ha? Водитель topib berib, uni yuborish. Asosiy biznes. Mana shuni har bitta jarayonini qanday bo'ladi, qanaqa bo'ladi, PO o'rgatadi, jamoaga tushuntiradi. Mijoz foydalanuvchi ovozini jamoaga yetkazadi. Ya'ni mijozlar aytyapti, ya'ni yuk qo'ymoqchi bo'lganlar yoki yuki bor, ya'ni yuk qo'ymoqchi bo'lganlar yoki yukni olib ketmoqchi bo'lgan. Ikkalasi ham mijozda bizga. Mijozlar aytyapti, mana bu mana bu kartada ko'rinadigan bo'lsin, mana bu yuklarimiz. Men kartani bitta bosayda, ko'ray qani, qaysi davlatda qanaqa yuk bor, bunday kartadan ko'ray deb aytishi mumkin mijozlar. Bo'ldi, mana biz kartadan ko'rinadigan qilib berdik. Siz Moskvadamisiz, masalan, yuk bor. Rossiyada bo'lsangiz, mana bu tarafda yuk bor deb mana shunaqa ko'rinadigan qilib berishimiz mumkin. Bu ya'ni mana mijoz talabi. Darsimiz yozilyaptimi? Qayta-qayta tekshirib ko'ryapman, chunki ko'ryapsizlar, bu ancha baribir mehnat talab qiladi. Xo'p, mana shunaqa narsalarni, ya'ni PO ko'radi. User story'larni kuzatadi. Ya'ni userlar aytadi, tekshiradida, bu yog'i unaqa ekan, bu yog'i bunaqa ekan degan gaplar aytishi mumkin. Uni tekshirib o'tiradi. Sprint planning prioritetlarni belgilaydi. Boya narsa bu ham. Qaysi ishni qachon qilamiz? Rejalarni, planini umumiy chizib beradi. Masalan, tasavvur qiling, bular hali hech narsa qilinmagan. Rejada bor, filtr qo'shish kerak, dollar currency pul birligini qo'shish kerak. Bu yerda keyin ro'yxatning chiqishini, filtrni qo'shish kerak, kartada ko'rinishi kerak. Bu narsalarni olib tashlasak yo'q deb tasavvur qilaylik. Shuni chiqarishni
nima qiladi? Shuni to'rttalasini qo'yishni sanasini aytadi. Birinchi buni qo'yamiz deydi. Keyin buni qo'yamiz, buni qo'yib, mana shunaqa tarzda ketma-ketlikda belgilaymiz deb, mana shu narsalarni PO qiladi. Endi Scrum Master jamoani samarali ishlashiga yordam beradi. To'siqlarni olib tashlaydi, jarayonni nazorat qiladi. Kundalik stand-up, har kunlik mitinglar bo'ladi. O'shanda Scrum Master bor, jamoa uchun to'siqlarni hal qiladi. Masalan, menga hozir mana bu taskni qo'yishim uchun, show on map'ni qo'yishim uchun menga cloud kerak. Mana bunaqa iconlar qo'yib berish kerak. Cloudni olib berish Scrum Master olib bertiradi. Через buxgalterga chiqib olib beradi. Meni muammoim AI olish, olib berish kerak. Mana shunaqa narsa. Retrospektiv jarayonlarni yaxshilaydi, ish jarayonini tezroq bo'lishini yaxshilaydi. Scrum Agile prinsiplarini himoya qiladi. Boya aytib o'tib ketdik. Scrum nima, Agile nima? Ya'ni sprintlar bo'yicha qanday ishlash kerak? Masalan, bugun 10-maymi? 10-maydan 15-maygacha ish jarayonida 10 ta task yopishimiz kerak. Keyingi sprintga, 16-maydagi ikkinchi sprintga o'tib ketmaslik kerak. Yani shuni qaraydi Scrum Master. Har kun boradi. Oy, bugun 15-may. 10 kun vaqtimiz qoldi. Ikkinchi sprintga o'tib ketsa, seni KPI'ing tushib ketadi. Shuni qaray. Kam oylik olasan deb, masalan, tezroqqa. Jamoani tashqi buzilishlardan himoya qiladi. Tashqi buzilishlar sababi ko'p. Masalan, oyligingni oshiraman deb qaysidir kompaniya taklif qilsa, Scrum Master rahbari oldiga kiradida, mana xodim ketmoqchi. Oyligini oshirib bering deydi. PM ham shunaqaroq. Biznes analitik. Biznes analitik bu biznesda jamoani kundalik vazifalar, ya'ni biznes talablarini o'rganadi. Yuzerlarga qanaqa kerak, nima kerak, biznes jihatdan ko'rsatadi. UI UX dizayner bor. UI bu dizaynerlar bu. UI qanday ko'rinishi kerak, qanday chizilishi kerak, qanday bo'ladi, nima bo'ladi UIda, qayerda knopkalar bo'ladi, qayerda yuzli bo'ladi. Mana o'zimiz saytda ham reklama qilib qo'yaylik, mayli. Endi bu reklama ham emas, bundan bir daromad ham yo'q. Mayli, o'zimiz saytimizga ko'rsatib qo'yaylik. Qanaqa icon bo'ladi, qanaqa bo'ladi, qaysi battunga borsa qanaqa rangda bo'ladi, qanaqa rangda yonadi, backhand vazifalarga o'ting bo'lsa qanaqa page ochiladi deb dizayn qiladi. Front-end foydalanuvchi ko'radigan qismni qiladi. Tugma, forma, animatsiyalar va quyidagi texnologiyalar bilan ishlaydi. Ko'rib turganimiz. Backenddan kelgan ma'lumotlarni UIga ulab beradi desak ham bo'ladi. Backend ko'rinmaydigan qism yaratadi. Ma'lumotlar bazasi, API, logika, xavfsizliklarni shug'ullanadi. Quyidagi texnologiya yaratadi. Backend bilan frontend tushunish uchun baribir biroz dasturlashdan xabar bo'lish kerak. QA engineer, mana o'zimizning ishimizga keldik. Mahsulot sifatini nazorat qiladi. Buni umumiy jarayonda o'tyapmiz. Yana tushunib olasiz. Har bir saytdagi ko'rinib turgan, har bir produktdagi ko'rinib turgan mahsulotlarni tekshiradi, har bir qismlarini. Кейsda yozadi, baglarni topadi, talablarni ko'radi, regression test qiladi, automation test tuzadi va hokazo. DevOps engineer, ya'ni DevOps kodni serverga olib boradi. Mana bizni kodimiz har bittasi serverda turadi. Mana bu ishlab turgan saytimiz ham serverda bor. Siz ishlab turgan istagan saytlaringiz serverda turadi. Masalan, hatto Google ham mana bu ham serverda bor. Bu sayt, masalan, server bu tushuntiradigan bo'lsak nima aytsak, bu kompyuter. Masalan, hozir mening kompyuterimda xotirasida masalan rasmlar bor, kinolar bo'lishi mumkin. Menda kino yo'q, masalan, kino bo'lishi mumkin. Mana bu programmalar bor. Bular meni kompyuterimda xotirasida bor. Server ham shunaqa narsaki, ya'ni server ham shunaqa narsaki, unda hamma narsa xotirasida bo'lib turadi. Mana bu ko'rib turgan saytlaringiz ham serverda turadi. Doimiy yoniq turadigan kompyuter server. Ana shu doimiy yoniq turadigan kompyuter bilan DevOps doimiy ishlab turadi. Unga ma'lumotlar yuboradi, unga ma'lumotlarni o'rnatadi. Mana bunaqa. Bular har bittasi juda katta mavzu, chunki biz QA'miz, DevOps emasmiz. Har bittasini tushunishimiz uchun. Buni tushunsak DevOps deb qolamiz-ku. CI/CD'ni tushunadi, test production serverlar, Docker, Kubernetes, environmentlar bilan ishlaydi. Monitoring va loglar release jarayonini avtomatlashtiradi. QA qiziq joyi, bularni ishni o'rganib olasiz. Agar siz QA bo'lsangiz, hammasidan, har sohadan bir shingil bo'lasiz. Team lead kim? O'z nomi bilan lead rahbar. Jamoa texnik rahbari har bir jarayonni kuzatadi, kodni ko'rib chiqadi, review qiladi, texnik qarorlar olib chiqadi. Xo'p, jamoa a'zolarini o'qitadi, arxitektura masalalari. Xo'p, IT jamoasi bu film ishlab chiqaradigan jamoa. Product owner, rejissor. Nima film olamiz desa, Product owner Scrum Master aytadi, producer bo'ladi.
qanaqa nima bo'ladi qaraydi. Dizayner, rassom bo'ladi, developer, aktyor va operatorlar, QA montaj va sifat nazoratchisi, DevOps kinoteatrga yetkazuvchi, team lead, bosh operator. Qarang qanaqa muhim jarayon. Zo'r misol keltirgan ekanmiz, o'zimiz maqtab qo'yaylik. Qo'shimcha rollar PM kam uchraydi demak, yo'q, ko'p uchraydi. Chunki bizda Scrum Master'dan ko'ra PM bo'ladi ko'proq. Mana Scrum Master o'tdik, a. PM bo'ladi. PMni ichiga Scrum Master kirib ketadi. Xo'p, bu endi kitobga asoslangan holda bo'lgani uchun Rossiyadagi holatni aytib o'tgandir. Proyekt menejer PM loyihani vaqtida, byudjet resurslarini boshqaradi, qachon bo'ladi, qanday bo'ladi, ko'rib chiqadi. Chief Technology Officer bilan Chief Executive Officer men O'zbekistonda borligini bilmayman. Mayli, buni ko'rib chiqib qo'yinglar. Tech support, supportlar endi mana tech support bu userlardan kelgan shikoyatlar, muammolar hal qiladi, support bo'limi. Bu bir oddiy tushuncha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyingi darsimiz demak 6-dars ekan. Whole team approach. Xo'p, zamonaviy yondashuvda. 5-darsda siz IT jamoasi rollarni ko'rdingiz, endi whole team approach. Xo'p, oldinlari dasturchi o'zi kod yozgan, tester bug topgan, dizayner rasm chizgan, bir-birini kutib turgan. Endi hozir dasturchi kod yozayotgan paytda QA'ga beradi, tekshiradi. Tester bug topadi. Dizayner rasm chizgandan keyin u ham QA ko'radi. Uni ham ketma-ketlikda tekshiradi. Bir-birini doimiy kutib o'tirmaydi, bir-birini tekshirib turadi. Xo'p, Three Amigos degan logika bor, kitobda kelgan. Xo'p, 3 do'st uchrashuvi. Har biri o'z savolini beradi. Product owner, developer, tester. QA olmadiydi, biznes uchun nima kerak bu narsa deydi. Developer aytadi, buni qanday qilsam ekan, deydi. Ya'ni biznesni o'ylamaydi, bu qanday qilsam ekan. Tester nima deydi, buni qanday buzish mumkin deb o'ylaydi. Masalan, foydalanuvchi parolni tiklashi mumkin degan bitta mavzu tushirdi. Kimdir aytdi, vazifa berishdi tepadan, yuqoridan. Mijoz aytdi, foydalanuvchi parolni tiklashi mumkin degan bizga qo'yib beringlar dedi. Foydalanuvchi bir marta registratsiya qilgandan keyin parolni tiklashi mumkin-ku dedi, qo'yib beringlar dedi. Endi PO aytadi, foydalanuvchi parolni unutsa, email orqali tiklay olishi mumkin. Bu oddiy narsa deydi. Developer aytadi, mayli deydi, lekin email yuborish 5 daqiqa vaqt oladi, kod yozish 2 soat vaqt oladi deydi. QA aytadi, 1 daqiqa agar email mavjud bo'lmasa nima bo'ladi deydi. Ya'ni email kelmay qolsa 1 daqiqada nima bo'ladi? Noto'g'ri email kiritsa nima bo'ladi? SMS orqali ham bo'ladimi? Qancha vaqt email ishlaydi? Havola bir marta ishladimi? Ya'ni QA har qanaqa buzish jihatlarini ko'radi. Demak, 5 ta muhim savol ochildi. Agar QA bu yig'ilishda bo'lmasa, bug topardi va yana qayta muammo bo'lishi mumkin edi. Ikkalasi bo'lganda edi. QA ikkalasi bilan doimiy bo'lishi kerak. Xo'p, test driven development. Xo'p, test driven development. Test yoziladi, keyin kod. Test birinchi bo'ladi. Bu kamdan kam holatlarda, lekin shunaqa uslub bor. Xo'p, oldin test yozilib, keyin kod yoziladi. Masalan, kalkulyator qo'shish dasturchi qo'shish AB degan funksiyani yozmoqchi. Test driven development bo'yicha qanday ishlaydi? Dasturchi test yozadi. Mana shunaqa test qo'shish 3 ga 5 bo'lishi kerak chitasida. Test failed chunki qo'shish funksiyasi hali yo'q. Dasturchi oddiy kod yozadi, function, ya'ni qo'shish degan funksiya yozdi. AGBni qo'shsa, to'g'ri chiqishi kerak, test pass bo'ladi. Xo'p, bu prinsip odatda qo'llanilmaydi. Dasturchi yozgandan keyin tekshiriladi-da. Endi ba'zilarida tester yozib, testini yozib beradi, keyin shunga qarab dasturchi kod yozadi deydi. Endi bizda unaqa narsalar yo'q. QA'ni rolini aytdik. Masalan, siz uy qurmoqchisiz, normal odam avval chizma chizadi. Masalan, 5 xonali oshxona qayerda, keyin qurishga kirishadi. Hech kim g'ishtni birinchi qo'yib, keyin qanday bo'ladi demaydi. Buni planningda qilinadi, lekin hozir bizda TDDda testerlar qiladi deyapti. Endi umumiy jarayonda tester ham ishtirok etadi desak bo'ladi. Xo'p, ATDD Acceptance Test Driven Development. Masalan, TDDni biznes versiyasi. Avval acceptance kriteriya, qabul shartlari yoziladi, keyin shu asosida biznes boshlanadi. Xo'p, login funksiyasi bo'yicha. Xo'p, email parol maydonlari bo'lishi kerak. Ikkisi ham majburiy, bittasi bo'lmasa bittasi ishlamasligi kerak. To'g'ri ma'lumotlar bilan kiritish kerak, noto'g'ri parol bilan kirib bo'lmaydi. 3 marta urinishda akkaunt 5 daqiqa bloklanishi kerak. Parol unutdim havolasi bo'lishi kerak. Ya'ni hali kod yozilmadi. Testerlar acceptance kriteriya yozib berdi. Buni aniqligi tayyor degani, ya'ni dasturchi o'zini ishini o'zi ham tekshiraverishi mumkin-da. QA oldin test keyslarni yozib boraveradi, lekin kam qayta ishlash natija kutilgandek chiqadi. Ya'ni muammo kamroq bo'ladi.
Behavior driven development, ya'ni mahsulotni xatti-harakati asosida test yozish. Oddiy tilda yoziladi, hamma tushunadi. Given, when, then degani bor. Boshlang'ich holat nima, qanday ishlatadi, natija nima bo'lishi kerak degan narsa. Xo'p, bu mavzumiz ko'proq teoriyaga oid. Biz praktikaga oid ko'rganimiz uchun shift bilan right, shift left va shift leftni ko'rib o'taylik. Nega siljish deymiz desa, chap tomonga siljiydi yoki o'ng tomonga siljiydi jarayon. Xo'p, loyiha hayot sikli qayerda turadi? Shift left testing va right left testing bor, a? Shift left testing bu chizma bosqichida muhandis noto'g'ri o'lchovni topadi, chizmani tuzatadi, 1 daqiqada ish bitib ketadi. Traditional devor qurilgandan keyin topadi, qayta qurish 3 kun, shift right ya'ni uy qurib ko'chib kelgandan keyin sezadi. Demak, left chap, right o'ng. Xo'p, agar tester sodda qilib tushuntiray shuni ko'p o'qib, jarayon boshlanishidaroq qatnashsa, talablar, dizayn hamma bu yerda bug darrov topilib, darrov jarayon to'g'rilanadi. Lekin tester jarayon bitib bo'lgandan keyin qo'shilsa, waterfallda shunaqa, yana qaytadan qurilib, yana qaytadan uy barpo etilishi mumkin. Ya'ni shift left testingda tester chap tomonga asosiyda boshida bo'ladi. Shift rightda tester o'ng kechroq bo'ladi. Shuning uchun bug narxi ham turlicha bo'ladi. Agar talablar darajasida tushadigan bo'lsa, bug $100 ga tushishi mumkin. Agar dizayn darajasida bug chiqsa, $500. Dasturlashda bo'lsa 1000. Testinggacha boradigan bo'lsa 2,5 ming. Agar productionga chiqib ketgan bo'lsa, dastur 10 mingga zarar keltirishi mumkin. Shift leftda amaliyot bor, 5 ta asosiy amaliyot bor. Requirement review, talablarni o'qib savol beradi. Masalan, PO yozgan foydalanuvchi parolni tiklay olasiz, savol berasiz. Email orqalimi, SMS orqalimi, havola qancha vaqt ishlaydi va xullas hokazo. Amigos meeting. Uchalasi ko'rishadi, buni aytdik. Acceptance criteria. Demak, umumiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa shift left bu jarayonni boshidan ishtirok etib keladi. Planning, hop, development, designingdan boshidan keladi. Shift right bu o'ngdan keladi. Productiondan boshlaydi, kechroq boshlaydi. Shift rightda biroz ko'proq xarajat bo'ladi. Ikkalasini birga qo'llash ham asosiy bor. Buni ham o'qib tanishib chiqamiz. Biz qisqacha bu jarayon haqida aytib o'tdik. Prinsiplar haqida bor. Keyingi darsimizda 7 ta prinsip. Prinsiplash nimaga kerak? Shuni ko'ramiz. Demak, testlashda prinsip bor. Qanday testlaymiz va nima testlaymiz bildik. Endi prinsipimiz bo'lishi kerak. Birinchi prinsipimiz, biz 100 ta test qildik. Hammasi zo'r o'tdi. Bu sistemada bug yo'q degani emas. Demak, bir testimizni birinchisi testlash buglarni borligini ko'rsatadi, yo'qligini emas. Ya'ni bizda ishimiz bug topish. Bug topolmadim, mana testladim degan narsa emas. Bu testlab chunki bugsiz mahsulotning o'zi yo'q. Har qanaqa produktda bug bor. To'liq testlashning imkoniyati ham yo'q. Ikkinchi narsa, masalan, 100% testladim deya olmaysiz. Bir kishi aytishi mumkin sizga, "Hamma yog'ini testlab ko'rdingmi? Muammo yo'qmi? Biz productionga chiqaveraylikmi?" desa, yo'q. 100% testlash imkonsiz. Menga berilgan qismlarni testlab ko'rdim, qolgan qismlarini aniq bilmayman. Erta testlash vaqt va pulni tejaydi. Ya'ni aytasiz, siz qanchalar ko'p, ya'ni bu shift left testingni ham right testingni qanchalar erta testladingiz, shuncha siz ekonom qildingiz. Ha? Qanchalar kech testladingiz, shuncha ko'p rasxod qildingiz. Uy qurilib bo'lgandan keyin uni tekshirgan odam buzib qayta qurgandan ko'ra, qurilishidan oldin bunday chizmalarni qarab yoki qurilayotgan vaqtda to'g'ri qurilyaptimi qaragan odam xarajati kamroq bo'ladi. Buglar klasterda to'planadi. Ya'ni bitta bug bitta hududda to'planadi. Masalan, siz Bug Hunter'dan bug topdingiz. Masalan, sevimlilar joyidan bug topdingiz, X bossangiz o'chyaptimi? O'chyapti. Bitta bug bitta joyda to'planadi. Yoki profildan bug topdingiz, ha? Mana bular ishlamayapti. Buglar bitta joydan bug topdingizmi? Mana shu filtr ishlaydi. Mana shu ga oid joylarda buglar to'planadi. Bug bitta hududda to'planadi degan qoida bor. 5-inchisi testlar eskiradi. Siz bitta test case yozdingiz, masalan, mana bu loginni testlash yozdik-ku boya. Buni yozdikda testingga 1 2 3 4 4 3 2 1 dedi. Bu test case. Endi doim shuni tekshiraverasizmi? Yo'q. Endi bunga ikkita chizgicha qo'yingda, bunga 1 2 3 o'qib ko'ring. Keyingi safar bo'ldi, yangicha test qildingiz. Qani kirib ketdi. Nima uchun bu login bo'ldi? Bizniki chunki buglik loyiha, ya'ni atayin testlash uchun qilingan loyiha bo'lgani uchun. Ya'ni 3-chi safarga 0 qildingizda, bunday qilib tekshirib ko'rdingiz yoki undan keyingisiga shunaqa undash belgilarini qo'yib, parolga ham mana shunaqa undash belgilarini qo'yib tekshirib ketdingiz. Kirib ketyapti qarasangiz. Sizga test bo'lgani uchun, lekin asli haqiqiy proyektlarda kirmaydi. Xo'p,
Testlash uslublarini o'zgartirib turish kerak. 6-si testlash kontekstga bog'liq. Siz platformangizga qarab tekshirasiz. Masalan, men tracking sistemada treklarni holatini, yuklarga qarab tekshirsam, yana bir ishxonaga kiradigan bo'lsak, masalan, xo'p, Facebook saytimiz bor. Men login qilganmanmi, yo'qmi bilmadim. Va Facebookda battenlarga qarab tekshirasiz. Mana bu battenlar to'g'ri ishlayaptimi? Bu profillar to'g'ri chiqyaptimi? Mana shu profilni ko'rmaylik. To'g'ri chiqyaptimi? Xo'p, уведомление to'g'ri kelyaptimi? Mana bu UI'lar bosganda ishlayaptimi? Xullas, bu testlash jarayoni kontekstga bog'liq bo'ladi. Hamma sayt bir xil tekshira olmaysizda o'z-o'zidan. Bug yo'qligi yanglish xulosa. Bug yo'q degan narsa yo'q. 7-prinsip, asosiy prinsipimiz bug doim bo'ladi. Faqat biz ko'rmagan bo'lamiz yoki biz e'tibor qilmagan bo'lamiz, yo bo'lmasa o'sha narsani biz bug deb bilmagan bo'lamiz, yo yaxshi teslamagan bo'lamiz. Xo'p, shuning uchun bug doim bor. Prinsiplar 7tasini yodlab olishimiz shart. Keyingisi demak 8-darsimiz. Yo'q, 9-dars ekan, uzr. 9-darsimiz. DevOps haqida ko'rmabmiz. Bundoq qolib ketib qolibdi, uzr. DevOps yuqorida aytdik. Nimaligini bu darsimizda olingan ekan, unga joylashtirib yuboribmiz. DevOps bu kimligi haqida, server bilan ishlaydi deb aytdik, rollarni aytib o'tib ketdik. Buni takrorlash shart emasdir. Hop, test darajalari va regression testing, ya'ni testlash darajalari bor. Component testing, ya'ni dasturchilar o'zi tekshiradi. Kod yozdi, mana qo'shish degan kod yozdi, 2-3 qo'shib ko'rdi, 5 chiqyaptimi? Ha, dasturchi o'zi tekshiradi. Integration testing, endi bu dasturchi ham biz ham. Modullar o'zaro ishlayaptimi? Modul deganda, masalan, biz test shopimizda bir nechta modul bor. Bitta modulni ishlatsak, masalan, men UI'dagi narsalarni ko'rib turibman, bitta modul. Endi men buni savatchaga qo'shyapman. Savatchaga kelib tushishi ikkinchi modul. Savatchaga kelib tushishda to'lovga o'tyapman. Pay me yoki click yoki istagan yoqaga o'tyapti, 3-modul. To'lovdan o'tgandan keyin bosyapman, ularga ulanyapti, bankka ulanyapti, 4-modul. Ya'ni modullar o'zaro ishlayaptimi tekshiratishmi? Integration testing. System testing bu to'liq sistemani tekshirish, to'liq. Hamma jarayonda bizning asosiy ishimiz hamma jarayon. Bu paymentmi yoki fieldlarmi, search, login, aksiya, hammasini tekshirish bu system testing. Acceptance testing, ya'ni userlar tekshiradi. Userlarga muvofiqmi? Narsalar MacBook Air ola olyaptimi, to'lov qila olyaptimi? Keyin yana o'zi bu marketplace to'g'rimi? Ovqat nima qilyapti marketplace'da? Kiyim-kechak narsa bo'lsa, userlar shuni tekshiradi. Xo'p, test piramidasi bizga bu shart emas. Bu o'sha bu darsni o'tganmiz. Regression testing haqida ma'lumotimiz. Demak, regression testing dasturga yangi o'zgarish kiritilgandan so'ng eski funksiyalar ishlayaptimi tekshirasiz. Xo'p, men hozir dasturga masalan sevimlilar bo'limini qo'shdim, vaholanki bu yo'q edi. Bu bo'lim qo'shilgandan keyin qolgan bo'limlar ishlayaptimi? Profil kiryaptimi? Qidiruv, search ishlayaptimi? Ro'yxatda o'tishiga qolgan bo'limlarga ta'sir qilmadimi? Shu regression testing mana shu, ya'ni bir yangilik qo'shilgandan keyin qolgan narsalarga ta'sir qilmadimi tekshiradigan narsa regression testing. Ba'zi regression testing faqat fieldlar shu atrofida bo'ladi, ba'zida to'liq pejlar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, manual bilan automation farqini oldin ham aytganmiz, yana aytamiz. Coding bilan yozish bu automation, manual bilan tekshirish bu qo'lda tekshirish hisoblanadi. Masalan, hozir biz tekshirib turgan narsalarni, qilib turgan narsalarni qo'lda tekshirishimiz ham mumkin. Avtomat orqali tekshirishimiz mumkin. Masalan, hozir biz Flexovo saytida bit yuborishdi. Qo'lda tekshirishimiz ham mumkin. Kod orqali automationni tekshirishimiz mumkin. Endi men hozir automationda yozgan testlarim bu shaxsiy anaqa bo'lgani uchun ko'rsata olmayman. Bir darsda imkon bo'lganda shuni sodda qilib ko'rsatishga harakat qilaman, faqat eslatilsa. Komment, izohlar yozib, shuni eslatib tursanglar, men harakat qilaman. Yo agar shunchaki qolib ketsa, qolaveradi. Hop, smoke testing, regression testing. Smoke bilan farqi qani? Smoke bu saytni umumiy ishlash. Xo'p, bitta yangi feature qo'shildi Show on Map degan saytda. Qo'shdik, bo'ldi. Ishlatib ko'rsam, sayt ochyaptimi o'zi? Qani? Ochyapti. Demak, yaxshi. Bu Show on Map ko'rinyapti. O'zi ishlayaptimi? Ha, ishlayapti.
Umumiy sayt ishlayaptimi? Eng asosiy funksiyalar ishlayaptimi? Saytning asosiy ishlash jarayonlari nima edi? Saytning asosiy ishlashi masalan track. Bundan chiqaylik a. Tracklar ko'rinyapti, loadlar ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Loadlarga bit yuborsa bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Bloglar, saytning eng asosiy narsalari, umumiy. Bir 2-3 daqiqada ko'raverasiz bularni. Mana shu smoke testing, a. Saytning asosiy ishlashi. Masalan, oddiy sayt, oddiy mana ishga o'ziga kiraylik, sobiq ishxonamizga. Hop, Jobsterdagi. Bu masalan umumiy jarayonlar ishlayaptimi? Sohalarga kiryaptimi? Ha, kiryapti. Korxonalarni ko'rsa bo'lyaptimi? Tashqaridagi korxonalar ishlayaptimi? Ha, tillar bo'limi til tanlanyaptimi? Umumiy jarayonlar ishlayaptimi? Smoke testing. Regressionni aytib o'tib ketdik. Xo'p, darsimizni keyingi bo'limi va 10-bo'lim ekan va nihoyat test turlari va nima uchun kerak. Undan oldingi testni turlari emas, nimani o'tdik? Testni darajalarini o'tdik, a. Regression, smoke, component, unit, system integration bularni yodlab olish shart, acceptance. Endi testning darajalari. Test turlari. Test turlari nima uchun kerak? Testni turlarga bo'lamiz. Umumiy ikkita tur. Functional testing, non-functional testing, ya'ni funksional testlash, non-functional. Xo'p, functional bu sodda qilsak, restoranga bordik, buyurtma qilgan ovqat keldi, bo'ldi. Non-functional ovqat qanchada keldi, mazasi qanaqa, u demak ikkinchisi ham juda muhim. Functional bu sayt yoki ilova o'z vazifasini to'g'ri bajaryaptimi? Yo, masalan, oddiy qilib aytsak, mana tugmalar bosilyaptimi, korzinkaga tushyaptimi, ro'yxatdan o'tish bo'lyaptimi, kirish bo'lyaptimi, mahsulotga o'tyaptimi? Bu functional. Endi non-functional bu qancha tezlikda ishlayapti? Login bossam, masalan, 20 minut kirsa, tasavvur qiling. Bitta saytga masalan login qilmoqchi bo'lyapman. Loadga kiraylik. Sizga oddiy misol sodda qilib tushuntiraman. Networking Slavia qilib qo'yaylik a. Wi-Fi emas, tursin. 3G ga qo'yaylik, davomida login bosaylik, qancha tez ishlaydi. Bu menimcha kecha saqlanib qolgan. 3G ga qo'yaylik, sign inga bosib, yo'q. Mana, transport ochilishini qarang jarayonni. Transport ochilish jarayoni biroz sekin. Masalan, login bo'lish jarayonini ko'raylik. Login bo'lish jarayoni qancha vaqt ketadi bizga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 soniya. Bu demak nima? Bu non-functional testing. Atayin qilyapman, ko'rib turibsizlar a. No sorting Wi-Fi dan olib 3G ga o'tkazyapman. Buni ham o'rganishimiz kerak o'zi. Endi hozir oddiy tekshirib ko'ray Wi-Fi bilan, internet sekinlashtirmasdan. Saytdan emas, hozir Wi-Fi dan edi. Men sizlarga shunchaki anaqa qilish uchun ko'rsatdim. Tushuntirish bo'lishi uchun, non-functional testing bo'lishi uchun. Mana sayt o'zi 1, 2, 3 soniyada kiradi. Xo'p. Mana shuni tushuntirib ketdikki, non-functional shunday, ya'ni kiryapti saytga, lekin qancha vaqtda kiryapti. Functional tugma, forma, link tekshiriladi. QA tekshiradi, system testing darajasida tekshiradi, to'liq tekshirib chiqadi functionalda. Manual qismi xohlasan, automation qismi o'zini ishi. Endi non-functionalda sayt qanday tezmi, xavfsizmi, qulaymi tekshiriladi. Functional oson, dasturlashga oid, QA ga oid. Non-functional sal murakkabroq, shuning uchun non-functionalni ko'proq tushuntiramiz. Non-functionalda o'zi bir necha turga bo'linadi. 4 ta turini ko'rib chiqamiz. Performance, ya'ni tezlik. Sayt qanchalar tez? Tez. Buni o'zi ham yana 3 ga bo'linar ekan, qarang. O'zi umumiy non-functional 4 ga bo'linadi. Performance, security, usability, compatibility. Lekin birinchisi performance da o'zi 3 ga bo'linadi va eng ko'p ishlatiladiganimiz shu. Load testing performance da birinchi bo'linishi. Yuk ostida qanday? Masalan, 1000 ta user kirdi saytga, bir sayt sekinlashmayaptimi? Stress. Qachon yiqiladi? 1000 ta kirdi, qotmayapti. Xo'p, 2000 taga qanday? 3000 taga qanday? 4000 taga qanday? Va yiqilishini tekshirish stress testing. Volume testing, demak katta datalar yuboramiz. 1000 ta rasm, 1 million ta mahsulotlar qo'yildi saytga. Sayt qanday ishlayapti? Volume. Demak, load testing. 1000 kishi kirib turibdi, sayt qanday tezligi? Mana shu hozirgidaymi? Hop, load. Endi 10 ta odamni bir vaqtda kirgizib ko'raylikchi, maxsus tullar bilan 10 ta odam. Endi haqiqatda 10 ta odam to'plash qiyin, lekin shunaqa tul bor, produktlar bor. 10 ta yolg'ondan falsh loginlar qilib beradida, saytni kuchini tekshiradi. 10 ta odamga xo'p, 100 ta odamga demak sayt tashlab yuboryapti. Biz demak stress testing qildik, 100 ga tashlab yubordik, 90 ni ko'tardik. Endi saytga biz o'zimiz
saytni tekshirish maqsadida 1 millionta shunaqa yuklar, 1 millionta yuzerlar registratsiya qildik. Qildik. Saytda yuzerlar registratsiya bor. Sayt qanday ishlayapti? 1 millionta zakazlar bilan yaxshimi, qotib qolmayaptimi? Hozir masalan 100 ta zakaz bo'lsa, o'shalarni tekshirish bu volume testing ekan. Non-functional testing birinchi turi performance testing bo'ldi. Performance'ga 3 ta kiradigan bo'ldi. Tezligini, kuchini va umumiy qiymatda qanday ishlashini ko'rdik. Security, xavfsizlik. Login parolalaringiz xavfsizmi? Daniyalaringizni hech kim o'g'irlolmaydimi? Buni o'tgan darsda o'tganmiz. Usability, qulaylik. Battenlar qulay joyda joylashganmi? Searchlar yaxshimi? Hammasi qulaymi? Bayroqlar chiqib turibdimi? Review ko'rinyaptimi? Ko'rib chiqsam vivid ko'ryapti. Ikkinchisi, men ko'rdim, vivid bo'lishi kerak. Ajoyib ishlayapti. Usability testing, mana shu testing. Compatibility, ya'ni turli xil brauzerlarda. Hozir men Chrome'da ishlatyapman. Endi men Safari'da ishlatib ko'rishim mumkin. Turli xil operatsion sistemalarda. Windows, hozir Mac ishlatyapman, Windows ishlatib ko'ring, Android telefonda. Turli xil qurilmalar, desktopdamiz, telefonga, planshetda ishlatib ko'rishingiz. Bu compatibility testing. Odatda compatibility testingdan ko'ra performance testing eng ko'p bo'ladi. Security testingda o'zini maxsus odamlari bor. Siz testlamaysiz. Odatda kompaniyalarda siz testlamaysiz. Usability'ni ham asosan siz bu usability testingga o'tirmaysiz. Userlar o'zi beradi. Compatibility'ga ham juda ehtiyoj kam. Eng asosiy bunday tushuntirsa 80% performance testing, 15%, mayli 7%, 20% qolgan 3 ta testing bo'ladi. Demak, biz asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa performance testing bo'ladi. Shuni juda e'tibor bilan qaraymiz. Hurmatli kuylar, endi darsimizni oxiri box testinglarga o'tamiz. Black box, ming bor uzr. Dars cho'zilganiga charchog'im paydo bo'lyapti. White box va gray box testing. Black box testing, ya'ni dasturchilik bilish shart emas. Masalan, siz ham black box testing qila olasiz. Kirib, batnlarni bosib, korzinkalarga yuborib, mahsulotlar bo'limiga bosyaptimi, kirishni tekshirib, loginlarni ko'rib, qisqasi saytni tekshira olishingiz black box. Endi siz dasturni kodini ko'ra olasiz. Butun kodni ko'rasiz, tushunasiz. Logikasi qanaqa bo'lgani, hozir sizlarga kodni ko'rsataman. Masalan, kod jihatlarini ko'rasiz, qanaqa bo'lgan, logikasi qanaqa yozilgan. Kodlarni ko'rib tushunasiz. Mana shu dasturda kodlar qanaqa bo'lgan tushunasiz. White box testing bu. Lekin kodni to'liq emas, qisman tushunasiz. Gray box tester white boxdan ko'ra ko'proq biladi kodni. API testinglargacha biladi. Uchalasi ham testing, faqat white box bilan gray box ko'proq developerlarga, dasturchi bo'lishga, dasturchilarni yonida yuradigan testing. Dasturlashni biladigan testing. Xo'p, uchalasini ham o'qib ma'lumotga yanada ega bo'lishimiz mumkin. Sayt hamma uchun ochiq. Quyidagi domenda qo'ldan kelgancha 10 ta darsni takrorlashga harakat qildik. Bilamiz, darsimizda kamchiliklar bor. Kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Platformada ham kamchiliklar bor. Savollar yozib, darsga kommentlar qoldirib, darsni baholaganlarga alohida rahmat. Har doim yordamga qo'limiz ochiq. Ushbu platforma ham, saytlar, qilinayotgan darslar hammasi tekin. Maqsad toki o'zimizdan nimadir qolsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.